Azizlar, Yevromed ko'z klinikasida har hafta Toshkent shahridan tashrif buyuradigan Sobirjon Nodirbekov Toshkent shahrining Vizus ko'z klinikasi bilan hamkorlikda jarrohlik amaliyotlarini amalga oshiramiz. Bizda eng yuqori texnologik Shveysariyadan keltirilgan fako emulsifikatsiya apparatlari yordamida amalga oshiriladi. Hozirgi paytda gavhar qo'yishimiz eng minimal narx 2,5 million so'mdan gavhar turiga qarab belgilangan. Shveysariyadan olib kelingan apparatlar yordamida amalga oshiriladi. Bunda bemorlar og'riq sezmaydi, ya'ni tig'siz, og'riqsiz, hech qanaqangi shoklar qo'ymasdan amalga oshiriladi. Mana bemorimiz Qarshi tumanidan kelganlar. Normurod Jomurod buva ko'zlarida o'sha gavharlari pishib o'tgan, ya'ni asoratlangan katarakta hamda glaukoma kasallik bir paytda bo'lgan. Hozir glaukomani hisob rivojlangandan keyin o'sha gavharlar xiralashib qolganlar. Hozir bu kishiga faqat emulsifikatsiya, ya'ni operatsiya jarrohlik amaliyoti o'tkazamiz. Bunda hech qanaqa choklar qo'yilmaydi. Operatsiya davomiyligi 5-7 minut, 10 minutgacha borishi mumkin. Vaziyatda og'ir yengilligiga qarab. Bu hozircha og'riq sezmaysiz, faqat yuqoriga qarab tursangiz bo'ldi. Doktor aytganini qilasiz bo'ldi, xo'pmi? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana navbatdagi bemorimizda yuqori darajali miyopiya aniqlandi. Shunga biz gavharlarni almashtiramiz va xudo xolasa bemorimiz achkidan qutuladi. Yaxshimisiz? Qanday bo'ldi operatsiya jarayonlar? Ha? Og'riq sezdingizmi? Hech narsa sezmadim. O'z tanishtiring, kim edingiz? Rahbari Hamid. Hamid buva. Qayerdan keldingiz? Muborak tuman. Muborak tumanidan tashrif buyurdilar. Aziz do'stlar, bizda Yevromed ko'z klinikasida hozir данный momentda Sobirjon Nodirbekov Toshkent shahrining Vizus klinikasida tashrif buyurganlar. Biz har hafta shanba kunlari erta tongdan ko'zga katarakta jarrohlik amaliyotini amalga oshiramiz. Bu bizda yuqori texnologik apparatlar bilan birga Shveysariyadan keltirilgan ultrazvuk apparatlar yordamida amalga oshiriladi. Aziz do'stlar, navbatdagi operatsiyamiz bu og'ir darajali katarakta, ya'ni pishib o'tgan katarakta. Bunday qiyin keyslarni biz bajaramiz. Albatta Yevromed klinikasiga keling, tashxis qo'yib beramiz va operatsiyalarga yoziling. Navbatdagi bemorimiz deyarli tablitsani ko'rmaganlar, u degani 1-2% ko'rganlar xolos. Va hozirgi bajarayotgan operatsiyamiz bu fako emulsifikatsiya operatsiyasi, ya'ni kataraktani olish operatsiyasini bajaramiz. Xalq o'rtasida lazer yordamida deydi, lekin aslida bu ultratovush bilan maydalatamiz gavharlarni. Eskicha usul bu ruchnoy o'qtashalarda gavharni qo'l yordamida, ya'ni ruchnoy metod bilan o'qtashalardi. Hozirgi zamonaviy usuli bu lazer yordamida kataraktani olib tashlash, ya'ni davolash usuli hisoblanadi. Bu og'riqsiz 5 minut vaqtimizni oladigan operatsiya. Endi albatta tajribali qo'llarda 5 minut vaqt oladi. Mana bu bemorimizga rossiyskiy gavhardan qo'yamiz. Juda yaxshi, sifatli, optik xususiyatlari juda yuqori deb hisoblaymiz. Ozgina achishtiradigan joy ketadi. Operatsiyani tugatdik, hammasi yaxshi. Gavharingiz qo'yildi, joy-joyida chiroyli bo'lib turibdi. Navbatdagi bemorimiz bizga umuman ko'r bo'lib keldilar. Svetdan zo'r ajratib chunki bu asoratlangan kataraktalarga kiradi. Mana hozir operatsiyani bajaramiz. Bu juda murakkab operatsiyalarning soniga kiradi, chunki eng oxirgi darajada. Bizning tajribamiz bir nechta mingdan oshgan operatsiyalar soni. O'sha hisobiga biz Xudoga shukr mana muvaffaqiyatli bajaramiz bu operatsiyalarni. Yevromedga murojaat qilinglar va to'g'ri tashxisga ega bo'linglar. Bu yerda juda ham kichkina ko'z, ishlash qiyin. Bemorlarning ko'pchiligi so'raydi bizda, og'riq bo'ladimi, yo'qmi degan savol ko'p tushadi bizga.
Operatsiya paytida og'riqlar deyarli yo'q, faqatgina suvlar tomib turishi mumkin. Suvlar tomib turadi, siz hech narsa sezmaysiz. Aziz do'stlar, bizga juda ham ko'p tushadigan savol bu gavhar haqida. Bemorlar juda ham ko'p so'raydi. Qanaqa gavhardan qo'ydirsam zo'r ko'rib ketaman degan savol tushyapti. Demak, albatta gavhar agar yaxshisidan qo'ydirsanglar, qimmatidan qo'ydirsanglar, sifati arzondan ko'ra ancha yuqoriroq bo'ladi. Bu degani detalli, mayda-chuyda detallarida farqi bor ularning. O'sha optikani sifati, misol uchun Hindiston bilan Amerikani farqi bor. Ularni zavodlari har xil, sifati har xil. O'shanga o'zinglar uchun yaxshisidan qo'ydiringlar. Yaxshi gavhar, sifatli gavhar bo'lishi kerak. Chunki u bir umrga qo'yiladigan narsa. Bizga juda ham ko'p beriladigan savol, operatsiya davomiyligi qanchada qilib berasizlar degan savol tushyapti. Demak, katarakta operatsiyani biz taxminan 5-10 minutda tugatamiz. U qiyinchiligiga qarab, sложностiga qarab 5-10 minutda tugatamiz. Chunki bizning tajribamiz bir necha mingdan oshgan o'sha katarakta amaliyotini biz kamida 3000 dan ko'p operatsiya bajarganmiz. Tajribali qo'llarda bu juda ham tez o'tadigan operatsiya. Albatta darajasiga qarash kerak, katarakta darajasiga qarash kerak. Agar asoratlangan bo'lsa, sal 5-10 minutdan ko'proq vaqt olishi mumkin. Mana bu amakani operatsiyasini tugatamiz. Taxminan 5 minutdan oshmagan. Xudo xolisa operatsiyadan keyin bemorimizni ko'rib kelganlar. Mana hozir ham natijani ko'rsanglar bo'ladi. Amaki ko'zingizni ochingchi. Nechta barmoq? 5 ta. Hozirchi? 2 ta. Zo'r, молодец. Yaxshi o'tdi. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat.